Hürmetli vatandaş bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dese de Kadir Oza Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sağış kemanşı görmeyince yıl işkinci ayının geçirenler. İkinci ayının işkinci günü. Heptege düşembe. Vaziyet doğrusu bir ağız gepli sağışı görme 9. günü. Amerika, Koşmuş Ştatlar bilen Afganistan, Taliban, kurallık güçleri Katar devleti de değişlik gelişimi imzaladı. Hazırki vaziyetin en belgelik, en yukarı, maksimum derecedeki ahval. Çünkü siz bilirsiniz, Hindi Tinç Okyan stratejisi belgelengenden keyinki hazır bu ayında. Yani şu Afganistan, Pakistan, Uyguristan, muş etraftaki rayla, kartlığa vaziyette yüz bergen özgürlük. Bugün avvalsilege Yakup Bey'le tercüme hal eden bir parça leksiye okuyan bir için anlı vatandaşlar bir tefsir kılıp duruyor. Kelge yerimizden başlaymaz. Mübada taşki düşman tecavüz kılıp körüp kalsı onun hükmürallığını asallı ağdırıp taşlığını nait enek et. Lakin elçilerimizden bu ahvalda aldığını ala körelişi mümkün emesidir. Kızat küçülerinin karısı Yakup Bey bile onun kurallık nevkerlerinin siyaki muşundak yuşurun kuşunun mevcutluğunu en güçlük ispatlap durattı. Hem yerde tertip hüküm süretti. Meyli emrinin ordusu da bolsun, ya ki kalleşideki gezermeler de bolsun. Hem yerde intizamla hüküm sürevat kallığı görünüp durattı. 12. ayının 11. günü resmi kabul kılış murasimi ötküzüldü. Şu gün hükümetimizden emri yollagan soğukatları yüzlerce adamı görüştürüp, götürtülüp, emri hazretlerine takdim kılındı. Bu soğuk salamların içinde 2 tane küçük, zemberek ve her xil kural yarak long katarlık nersler var idi. Ama bu hükmüranın en hoş kılgan ve dostluktan simol bolgan nerse ayal padişah hazretlerinin emrige yani Yakup Bek'e öz kulu bilen yazgan xetiydi. Kattı görünüşler gene şu çağlardı. Bu xet sağgot çıraylık bir kortiz kutuğu selingan. Bu kutu çıraylık çuçula bilen bezetilgen, altın hel berilgen, tutku bekitilgen ve ekek bilen nakışlanıp çıkan idi. Kattı gel. Emer bu sağatın ait uxşallık bilen kubul kıldı. Kaytı Allah'a hamdü sanalar okudu. Arkadan tenteni bilen dostlukta bildirdiğin geplerini kıldı. Emirden yani Yakup Bey'nin gepleri bilen bizden onun okugan apırlarımız birleşip Engiliye bilen Kaşgariyeni şunda çın bağladı ki bundak dostluk Engiliye bilen oturası yer ki başka her kandak ökbir Allah oturası ki ittifakta müstehkemiydi. Tarihine dakikaları vatandaş. Ayal padişah dünyadaki ulu padişahlarının biridir, dedi Yakup Bey. Onun hükümeti kudretlik ve mihriban hükümettir. Bundak hükümet bilen dost bulaş bizden arzuyumuz. Büyük siyasyon, büyük diplomat Yakup Bey. Çünkü o bundak dostluğa erişken kişini üzüldürmeyi menfaatdar kılıp durdu. Ayal padişah xudda quyoshdak öz nuridan o'xshash bichorlarning o'sib yetilishi uchun sehrlik bilan sepib turdi. Men İngilizlarning do'stligiga tashda bu men uchun kam bo'lsa bo'lmaydi. Sizlarning tutqay yo'linglar haqqani bu yo'l har qanday bir kishiga o'choq turibdi. Bu yerden Londongacha her qanday odam butunlay erken berib kelaydi. Hem tashqi siyoset tarihi, hem devlet qurish tarihi ve yönelişi, diplomatik yönelişi Yakup Bey zamanında belgelengan bu şu yöneliş. 12. ayının 13. gün bizden vekillerimiz Kaşgar şehrini birinci katım ekskursiya kıldı.
Qashqarning atrofidagi yerlar, Qashqarning atrofidagi yerlar nihoyat munbat bo'lib, nihoyat tujib terilgan. Tujib terilgan. Aholisi nihoyat zichga. Bu yerning avvat manzilisidan elchilar umikida qoldirgan ta'siri yerkandin qilishmaydi. Bundan boshqa xalqqa nihoyat sog'lommaydi. Asosliga bu yerda poqoq kasalligi yo'q ekan. Qashqarning hokimligi Orishbek Qashqarlik kishi edi. Uning bizga tutgan bostona pozitsiyasi yerkanning hokimligidan qilishmaydi. Bir onun hamrohligida bir kunni intayin xushal-xuram o'tkazdi. Biz onun hamrohligida bir kunni intayin xushal-xuram o'tkazdi. 18-kuni cho'ng parad, harbiy parad o'tkazildi. Ammo bunun sebebini bilmadik. Paraddan o'tganlar sapli Qashqar, Yangi-Shahar qo'ldan ketgandan keyin yangi hukmronga taslim bo'lgan avvalgi Jungo askarlari edi. Bu kishi agar bu qo'shinning manveri tasvirlangan abzaslarni o'qisa, bular u kishiga ta'lim-tarbiya ko'rgan bir qo'shin manver qilayotgandek bilinmasdan, balki serik umigi o'yini ko'rsatayotgandek ta'sir bergan bo'ladi. Buraz Xitoy qo'shinlari ekanda, lekin Jungolik bu askarlar haqiqatan qo'shinga yaramli kishilar ekan. Bu yolg'on gap. Ular Marmerda 2 odam ko'tarib mangdigan, 3 odam boshqaradigan zambirak bilan o'z mahoratini ko'rsatdi. Boshqalarning so'ziga qaraganda bundaq to'pning 250 yard doirasida unumi yaxshi ekan. Bu yerde şunu tushundirish lozimki, İngiliz elçileri Qashqariya zimida turgan vaqtda ularning turmush va sayohat rasxotlarining hammasi haqsiz ta'minlab turildi. Bu amir fuqarolarning xizmatiga haq berganda metal pol berildi ekan. Noyturushanki kichik bir mamlakat uchun bundaq rasxot osonga tushmaydi. Şuna bundaq amaliy paketni imkon qadar to'ximi ko'p kishilarga bildirsak, ondan adil ish qilgan bo'lamiz. Chunki bultur biz Seyit Yaqubxonni shunday kutib olganimizda ba'zilar norozi bo'lgan edi. Bundaq norozilik bilimsizlikdan kelib chiqqan. Chunki har qanday bir İngilizdan o'tir Osiyodagi biror podshohni javoban kutganda toptani qilishini tasavvur qilish qiyin. Elçiler ümigi poytaxtda ozg'in ekan 4 oy turdi. Ular vaqtni intayin xushvaqtlik bilan o'tkazdi. Havo haqiqatan nihoyat issiq bo'ldi. Ammo ekskursiya va ko'ngil o'tish qatorliq jihatlarda qilishga tegishli ishlar nihoyat ko'p edi. Ikkinchi ayning 2-kuni Yoqubbek savdo shartnomasiga muhr bosdi. Şunun bilan Angliya elçiler ümigining ishlari asosan ayoqlashib qolgan edi. Elçiler ümigi 3-ayning 16-kuni Otaliq G'ozi Yoqubbek bilan rasmiy xo'shlashib Hindistonga qaytdi. Elçiler ümigi o'z vazifasini ajoyib muvaffaqiyatli o'rinladi. Forset elçiler ümigi Hindistondan chiqqan rahbarligi eng yaxshi va eng amaliy amaliyotga ahamiyatga ega bo'lgan bir elçiler ümigi bo'lish bilan kishilarning uzoqcha aslishiga arzigidek ish qildi. Shartnoma imzolangandan keyin Turkiston va Uyg'uriston savdo shirkati Qashqariyaga har yili bir necha savdo korvoni avatib turdi. Ammo hozir bu shirkatning xizmati to'xtab qoldi. Shirkatning xizmati vaqtli to'xtamdi yoki mangu to'xtamdi qarab baqib bir nima deyishga to'g'ri keladi. Yaqinqi bir qancha yil mobaynida Robert Shaw apanda Ladakhning valisi bo'lish bilan burunqiga o'xshashda foydali xizmatlarni ishlab kelmoqda. Bultar o ko'rsatgan xizmat uchun elchilik yoki aniq qilib aytganda Qashqariya turishliq doimiy vakillikka tayinlanibdi. Qashqariyaga borg'udak deb gap tarqalgan edi. Agar bu ish haqiqatan shunday bo'lgan bo'lsa, shartnoma bugun 10-ayning 1-kuni ijro qilinishdan vaqtincha to'xtatildi. Uning ustiga yana ahvol yuz berganlikdan bu ish qolgan yerida qolaverishi mumkin.
1877 yılı 6. aydan 7. aygacha Türkiye bilan Rossiya urushi portlab, Şarq masalasi yana bir qatam keskinlashgan chog'da Hoji To'ra mamlakatimizga ziyoratga kelgan. Onun bu qatamqi ziyarati bizden Sharqiy Turkistonga, yani Uyg'uristonga nisbatan allburun tuvallab ketgan zavqimizni yana boshdan asli keltirgan edi. Ama onun kelishi baxtsiz bir vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Biz Qashqariya armiyasidan 6. ayda Turpan etrafında mag'lub bo'lganligini angladik. 7. ay to'sha to'shmay turibla atada G'azining o'lim xabari yetib keldi. Yaqub Bey Turpan'ı yanılıb qaldırgan tarixni men o'qimagan edim, lekin 7 oydan keyin atada G'azining o'lim xabari yetib keldi. Buni sizlar xabarini bor vatandoshlar, qanday o'ldirildi Yaqub Bey? Angliya bilan bo'lgan munosabat nimish tuyuqsizlik buzilib ketdi. Shu vaziyatga bog'liqmi?